Bu qismda eng dahshatlisi yo'qotishning o'zi emas, balki har kim o'sha yo'qotishni ichida qanday ko'tarayotgani bo'ldi. Ko'z yosh ko'rinadi, lekin sinish ko'rinmaydi. Nozimaning dardi ham aynan shunda. U boladan ayrildi, lekin shu bilan birga o'zini ayol, kelin, bo'lajak ona sifatida tasavvur qilib yurgan butun ichki dunyosi ham dars ketdi. Tashqaridan qaraganda u goh gaplashadi, goh ovunishga urinadi, goh kursga borib, xamir qorib o'zini chalg'itadi. Lekin bu chalg'ish emas, bu cho'kib ketmaslik uchun jon-jahdi bilan havodan ushlab qolishga urinishdir. Har tong u ko'zini ochganda bir soniya hech narsa bo'lmagandek tuyuladi. Keyin esa hamma narsa bir zarbada esiga tushadi. Nafas qisiladi. Ko'krak qafasi temir halqadek siqiladi. Eng nozik nuqta ham shu yerda. Nozima hali yig'isini to'liq yig'ib bo'lgani yo'q. U hali og'riqning ichiga tushmadi, faqat uning atrofida aylanib yuribdi. U yig'lamoqchi, lekin ko'zdan yosh kelmaydi. U baqirmoqchi, lekin tovushi chiqmaydi. Shu sababli uning kulishi ham, ovqat qilishga urinishi ham, telefon orqali yengilroq gaplashish ham tuzalish belgisi emas. Bu qalb o'zini himoya qilayotganining belgisidir. Qalb og'riqni qabul qilishga hali tayyor emas. Shuning uchun uni qandaydir sehrli xotira orqasiga yashiryapti. Agar diqqat bilan qaralsa, Nozimaning ko'zlarida bir turli bo'shliq bor. U hech narsaga to'liq qaray olmaydi. Uning nigohlari har doim biror narsadan o'tib ketadi. Xuddi ichkarida boshqa bir dunyoda yashayotgandek. Farhod atrofidagi ayollar esa bu og'riqni ikki xil usulda ko'taryapti. Nozimaning onasi qizni harakat bilan qutqarmoqchi. Uningcha, agar qizi o'rnidan tursa, ovqat pishirsa, uy yumushlariga aralashsa, og'riq asta-sekin so'nadi. Shu sababli u Nozimani uyiga olib borib, har kuni biror mashg'ulot topib beradi. Qizim, bugun xamir qoraylik deydi u. Qo'llaring ovqat bilan band bo'lsa, boshqa narsalarni o'ylamaysan. Bu juda onalarcha yo'l. Qalb parchalanayotgan paytda qo'lni ishga solish. Ona farzandining azobini ko'rib chidab turolmaydi. U o'z qalbiga qo'lni qo'yib, og'riqni o'zlashtirmoqchi bo'ladi. Lekin ba'zida ish faqat tanani band qiladi, ruhni emas. Nozima xamir qorayotganda qo'llar harakatda, lekin ko'zlari yana bo'shab qoladi. Onasi buni sezadi, lekin jim turadi. Chunki aytadigan gap yo'q. Hech qanday so'z bu og'riqni yengilata olmaydi. Lekin Farhodning onasi bu azobning ichki tubini chuqurroq biladi. U o'zi necha marta farzand yo'qotganini eslatganida, bu oddiy achinish emas edi. Bu butun bir avlod ayollarning ichida yashirinib kelgan fojiasi edi. Qaynonaning yuzida shu paytgacha hech kim ko'rmagan bir nimadir paydo bo'ldi. Uning qattiq, talabchan nigohlari o'rniga birdaniga mayin, tushunadigan bir iliqlik keldi. U Nozimaning oldiga bordi va uning qo'lidan ushladi. O'sha qo'l issiq va qaltirab turardi. Qizim, dedi u, men bilaman, men hammasini bilaman. Sen yolg'iz emassan. Eng kuchli sahna ham aslida shu yerda paydo bo'ldi. U Nozimani ayblamadi, qarg'amadi. Aksincha, rahmi keldi. Sening o'rningda men ham bo'lganman. Bir marta emas, bir necha marta. Bu so'z oddiy eshitiladi, lekin serialning butun kelajak dinamikasini o'zgartirishi mumkin bo'lgan nuqta shu. Chunki shu paytgacha qaynonaning qattiqligi Nozima uchun bosim edi. Endi esa aynan shu ayol uning eng katta tayanchiga aylanish arafasida turibdi. Qaynona hech qachon o'z zaifligini ko'rsatmagani uchun bu iqror uning og'zidan chiqqanda yanada kuchli ta'sir qiladi. Nozima esa shu paytgacha qaynonasidan faqat qo'rqqan va unga ishonmagan edi. Endi esa uning oldida birinchi marta ko'z yoshlarini to'kishga ruxsat bergandek bo'ldi. Ko'pchilik e'tibor bermagan yana bir juda muhim detal bor. Nozima ovqatni yeya olmay qolganida u shunchaki ishtahasiz emas edi. U ma'nosiz qolib ketgan edi. Tovon oldida u har kuni farzandi uchun ovqatlanardi. Oldin yegan har bir luqmasida tug'ilajak farzandining tasviri bor edi. Men yeganim, u ham oladi deb o'ylardi u. Endi esa hech kimga ovqatlanmaydi, faqat o'zi uchun. Va o'zi uchun ovqatlanish unga ma'nosizdek tuyuladi. U bir lahzada bo'shliq ichida qoldi. Plastinkaga qarab turib nima qilishni bilmaydi. Bu juda og'ir psixologik burilish. Onasi uni yana farzandli bo'lishiga ishontiryapti. Yana bo'ladi qizim, yana bo'ladi deb takrorlaydi u har kuni. Qaynonasi esa maqtov, mehr, sabr bilan asta-sekin uni hayotga qaytarmoqchi.
U hech qachon unut demaydi. U asta ol deydi. Hatto xonim qilish sahnalari ham bekor qo'yilmagan. Bu oddiy oshxona epizodi emas. Nozima bir kuni erta turib oshxonaga kirdi va jimgina qamir yo'g'irdi. Qo'llari eslab qolgandek harakat qilardi. Taom pishgach, uni dasturxonga qo'ydi. Bu harakatda hech qanday shov-shuv yo'q edi. Hech kim uni maqtashini kutmaydi. Faqat bir ish qilish kerakligi uchun qiladi. Bu Nozimaning "Men hali foydasiz emasman. Men hali bu uyda o'zimni yo'qotmaganman" degan ichki hissini qayta tiklash jarayonidir. Ayniqsa Farhodga ovqatni maqtash kerakligi alohida aytilgani juda katta ramz. Ayol uchun bu uning qulog'iga shivirlagan har bir tasalli aslida bir dastur edi. Bu esa keyingi qismlarda u faqat hissiy emas, amaliy ta'sir ham o'tkaza boshlashni anglatadi. U hozircha faqat tushunaman deyapti, lekin ertaga qil deyishi mumkin. Eng dahshatli mayda detal esa Zahar haqidagi kinoya bo'ldi. Avvaliga bu oddiy istehzo, rashk yoki zaharli gapdek tuyuladi. Kimdir choy ichayotgan odamga qarab, balki bu choy yaxshi emasdir deb kulib qo'ydi. Hamma kuldi, lekin keyin qo'rqib qolgan ongning ichki titrashi ko'rsatildi. Bir odam birdan jim bo'lib qoldi. Uning qo'li choy piyolasida biroz qaltirab qo'ydi. Shu bilan serial juda katta sirni yashirmay, balki tomoshabinga ataylab yaqinlashtirib qo'ydi. Demak, bu yerda kasallik tasodifiy emasligi ehtimoli juda baland. Kimdir choy, dori yoki kundalik odat ichida sekin o'ldirish yo'lini tanlagan. Kun sayin kichik dozalar. Hech kim shubhalanmasligi uchun juda ehtiyotkorlik bilan. Eng muhim nuqta shundaki, bu ishni qilayotgan odam endi kuzatilayotganini sezib qoldi. U shu lahzada o'zini tuta bildi, yuziga yana jilmayish qaytardi. Lekin ko'zlarining tubida bir nima o'zgardi. Bu esa voqeani yanada xavfli qiladi. Chunki fosh bo'lishdan qo'rqadigan qahramon odatda ikki yo'ldan birini tanlaydi. Yo izlarni tozalaydi, yo guvohni yo'qotadi. Menimcha keyingi qismlarda aynan shu chiziq juda keskinlashadi. Hozircha hamma gaplar kinoya, shama, ichki gumon darajasida. Lekin biror tahlil, biror qog'oz, biror tasodifiy laboratoriya natijasi butun muvozanatni bir lahzada ag'darib yuborishi mumkin. Bir tomchi zahar hamma niqoblarni yirtib tashlaydi. Ag'zalbek chizig'i esa bu qismda eng jim, lekin eng fojiali erkak sinoviga aylandi. U foizli puldan qochib yurgan odam bo'la turib, majburiyat oldida o'z prinsipini yutdi. U kechasi uxlay olmadi. O'rnidan turib, deraza oldiga bordi. Tashqarida qorong'i. Uzoqda qurilish maydonchasining sovuq chiroqlari ko'rinadi. Ish to'xtab qolgan, ishchilar ketgan, qarzi bor. Uning ichida nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Ertalab u bankka kirdi, hujjatlarni imzoladi. Qo'li biroz qaltiragan bo'lsa ham imzosini qo'ydi. Bu oddiy kredit olish emas. Bu erkakning "Men endi devorga tiraldim" degan sukutli iqroridir. Qurilish to'xtagan, ishchilar norozi, pul yo'q, yaqinlar ishonchni yemirgan. Shu ahvolda u o'ziga eng yomon ko'rgan narsani qildi, qarz oldi. Shunday pallada u yana oyoqqa turishga urinmoqda. Bu juda kuchli xarakter belgisi, lekin shu bilan birga u endi eng mo'rt nuqtasiga ham yetib keldi. Chunki qarz bilan qutqarilgan ish har doim yangi bosim, yangi qaramlik va yangi xatarga eshik ochadi. Uning gul ko'tarib borishi tashqardan romantik tuzatishdek ko'rinsa-da, javob tomondagi nigoh boshqa joyda edi. U gulni uzatganida qarshi taraf jilmaydi. Lekin o'sha jilmayishning tagida bir nima bor. Seyf haqidagi savol bejiz berilmadi. Sizning seyfingiz eski ekan degan gap tashlandi va hamma jim bo'lib qoldi. Bu juda mayda, lekin juda xavfli detal. Demak, uy ichida ham ishonch to'liq emas. Kimdir sir saqlayotgan bo'lishi mumkin, kimdir esa o'sha sirga juda qiziqmoqda. Seyf ichidagi narsa pul bo'ladimi, hujjat bo'ladimi, dalil bo'ladimi? Baribir u keyingi to'qnashuv markaziga aylanish ehtimoli juda katta. Afzalbek buni biladi, lekin hozircha hech kimga bildirmaydi. Menimcha bu qismning butun og'irligi bitta haqiqatga olib keldi. Endi bu serialda hech kim avvalgi holatiga qaytmaydi. Nozima endi o'sha erkatoy, tiliga erk bergan, hayotga yengil qaragan qiz bo'lib qolmaydi. Uning qahqahasi yo'qoldi. Uning behuda gaplari yo'qoldi. O'rnida jim, chuqur bir narsa paydo bo'ldi.
Bu yo'qotish uni sindirishi ham mumkin, yetiltirishi ham mumkin. Farhodning onasi esa kutmaganda uning qal'asi bo'lib qolishi mumkin. Qaynona birinchi marta unga qizim deb murojaat qilganida Nozima ichida bir iliqlik sezdi. Bu juda yangi tuyg'u edi. Farhodning o'zi esa ana shu ikki ayol orasidagi nozik ko'prikka aylanadi. Agar u sabr va sezgirlikni tanlasa, oilani saqlab qoladi. Agar shoshqaloqlik va erkakcha hammasi joyiga tushadi degan sodda ishonch bilan yursa, Nozimaning ichidagi sukut keyinchalik portlaydi va o'sha portlash juda kuchli bo'ladi. Ishxona tomonida esa dushmanlar hali to'liq yuzini ko'rsatgani yo'q. Haydalgan qiz va uning otasi bu mojaroning tashqi alangasi xolos.